Assalomu alaykum hurmatli muxlislar. Bugun 15-mart yakshanba 2026-yil Boboshuy bozoridan ko'rsatyapmiz. Bular narxi necha pul aka? Mana shu birinchidagilardi. Bularimiz narxi 48 ming so'mdan pachkaga, 55 ming so'mdan donaga. 48 ming so'mdan pachkaga, 55 ming so'mdan donaga. Materiali shtampil doyan. Doyan shtampil. Yaxshi. Shtampil shu tozasi. Razmerlar standart bo'ladi, 46 dan 52 gacha tushadi. 46 dan 52 gacha tusharar ekan, razmerlar standart ekan. Bu tomonchi toshi borlar. Bularimiz belmando material. Bular belmando material ekan bular. Bilmaganlarga o'sha shtampilning eng tozasi bular belmando bular. 85 ming so'mdan. Pachkaga. Pachkaga 85 ming so'm. Donaga necha pul? Donaga ham beramiz, mayli pachka narxida. Donaga ham shunday taqib berishaverar ekan. Razmeri standart bu ham 46 dan 52 gacha. 46 dan 50 gacha tusharar ekan. Toshlar nimada bosilgan aka? Plastika bosilgan aka, toshlar 200 ga plastika bosilgan, umuman to'kilmaydi. Buni yuvib olishda ham iloji yo'q. Yaxshi. Xo'p, keyin mana ko'proq xabarlarimiz bor. Mana. Oldi Swarovski toshli bu ham. Olinadi. Ko'proq xabarlar. Ko'proq xabar bu ham. Xabarning eng tozasi. Necha pul bu aka? Bular aka 65 ming so'mdan. Pachkaga 65 ming so'mdan. Donaga ham beraveramiz. Pachkaga ham, donaga ham xuddi shunaqa taqib berishaverar ekan. Razmerlari? Razmerlar standart 46 dan 52 ga. Toshlari oldi toshi toza Swarovski, bu ham plastika bosilgan, to'kilmagan tosh. Mana toshlari. Toza Swarovski tosh bosilgan. Mana 10 xil rasvetkasi bor. Mana pachkadagi holatlar bilan maramirdan. Bitta ko'kini olib ko'rsating aka mana shuni. Bular necha pul? Bu maramirlarimiz aka o'sha bo'shatishga aksiya qilyapmiz aka. 45 ming so'mdan olib berib beraman. Donaga 55 ming. 45 ming so'mdan pachkaga, donaga 55 ming so'mmi? 8 mingdan bergan modelimiz 45 mingdan berib beraman. Narxlar bo'lsa. Hop. Buni razmeri qanaqa aka? Razmer 48-50-52. 48-50-52 ekan razmerlari. Ranglar mana shu boshida 3 xil svetdan bor. Hozirgi vaqtda shundan bor ekan. Mana ko'kidan qolmabdi. Ulardan bir donadan qoldi, o'sha qolmadi. Sizning telefon nomeringiz nechi? 91 097 55 55. Shu nomerga kunduzi telefon qilinglar, keyin faqat oluvchilar telefon qilsin. Yarim kechasi telefon qilib bitta kerak edi deb telefon qilmaysizlar ekan. 10 tadan ko'p olsalaring keyin dastavkasi bor ekan. Shundaymi? Aha. O'zbekiston bo'ylab yesanga davlatlar hammasiga bor. Dastavkamiz kami 10 ta. Telefon qilishaveradi. Agar avion olaman, 100 ta oshib olagan klientlarimizga narxlarni kelishtiramiz.